Assalomu alaykum. Bugun Uzum marketda tovar kartasini to'g'ri yaratishni ko'rsataman. Ya'ni to'g'ri va sifatli, xatolarsiz topga chiqadigan, zo'r savdo bo'ladigan tovarni karta yaratishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun bizaga brauzer kerak bo'ladi. seller.uzum.uz saytiga kiramiz, shaxsiy kabinetga. Xo'p, shu joyda kim Uzumda savdo qilishni bilmasa yoki bu video unga yangi bo'lsa, Uzumda savdo qilish bo'yicha istalgan savollaringizni kommentariyada berishlari mumkin. Shaxsiy kabinet ochish, soliqdan ro'yxatdan o'tish, hammasi bo'yicha javob beramiz. Xo'p, kimda yangi do'kon bo'ladigan bo'lsa, mahsulotlar bo'limida qo'lda yaratish bo'ladi. Ya'ni Uzumda doimiy savdo qilib keladigan odamlarda ham to'g'ri tovarni karta yaratish bo'yicha muammo bo'ladi. Bizda ikki xil yo'l bilan tovarni karta yaratsa bo'ladi Uzumda. Fayl orqali va qo'lda. Fayl orqali yaratish bu asosan ishlab chiqaruvchilar, optim bo'yicha savdo qiladiganlar uchun yaxshi. Excel fayl orqali bitta urinishda 100 minglab tovar yaratsa bo'ladi. Bizaga qo'lda yaratish kerak bo'ladi va buni bosamiz. Xo'p, qo'lda yaratishni bosganimizda bizada yangi oyna, ya'ni o'sha tovarni karta yaratishni birinchi bosqichi mana yuqorida ko'rsatib qo'yibdi. Birinchi bosqich chiqadi va bu asosiy bosqich. Ya'ni rich content. Xo'p, bu joyda o'zi Uzum market seller shaxsiy kabinetda yo'l yo'rg'am ko'rsatib qo'yibdi. Nima qilish kerak, qanaqa kiritish kerak va ketma-ket boshlaymiz. Biza xo'p, bugungi darsda iPhone 17 Pro Max modelini kiritib ko'ramiz. Ya'ni nima uchun bu modelni tanladim? iPhone'da rangi ham bor, xarakteristikasi ham bor. Biroz qiyinroqligi uchun va tushunarli bo'lishi uchun. Xo'p, ketma-ketlikda tovarni kategoriya tanlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda elektronikaga kiradi. Telefon, elektronikani tanlaymiz. Shu joyda kim tovarni o'sha kategoriyani tanlashda qiynalsa, ya'ni deylik qozon sotadi, u ketma-ketligi qaysi kategoriya orqali boradi, shuni bilmasa, Uzum marketga o'sha yangi oyna ochib kirib, o'sha kiritmoqchi bo'lgan tovar turini topib, o'sha orqali Uzumda o'zi ko'rsatib qo'yibdi, ketma-ket kiritsa bo'ladi. Xo'p, telefon osonligi uchun o'zimiz qo'lda kiritsak bo'ladi. Smartfonlar va telefonlar. Xo'p, smartfonlar tanlaymiz. Apple, iPhone, iOS smartfonlar. Xo'p, qabul qilish bosamiz. Mana ketma-ket chiqdi. Elektronika, smartfonlar va telefonlar, smartfonlar, Apple, iPhone. Xo'p, kategoriyani to'g'ri tanlash juda muhim. Ko'p joyda bu bo'yicha muammo bo'ladi. Ya'ni kategoriya deylik smartfonlar tanlab, Android tanlab qo'yilsa, mahsulot komissiyasi, ya'ni Uzum oladigan komissiya oshib ketishi mumkin. iPhone'da komissiya 3% hisoblanadi. Ya'ni iPhone siz deylik 10 million so'mga iPhone sotsangiz 3% Uzum komissiya oladi sotuvdan. Siz boshqa kategoriya tanlab qo'ysangiz juda ko'p minusga tushishingiz mumkin. Misol uchun, boshqa kategoriya tanlaganingizda sizni iPhone o'sha mahsulotingiz boshqa kategoriyaning sahifasida chiqadi. Bu topga chiqish uchun ham minus hisoblanadi. Xo'p, mahsulot nomi yozish. Hozir o'sha ko'pchilik sun'iy intellektdan foydalanyapti. Mana shu sun'iy intellektdan foydalanib qanaqa to'g'ri yozishni o'rgataman. Xo'p, bizda oddiy internetdan yuklangan iPhone 17 ni ikki xil rangini rasmlari bor. Xo'p, bu rasmlar Uzumni o'sha talablariga to'g'ri kelmaydi, o'lchamlari, va buni biza to'g'rilab olamiz. Buning uchun canva.com o'sha saytiga kiramiz va o'lchamlariga 1080 ga 1440 pikselda e'tibor berasizlar bu joyga. Bu butun hozir dunyo bo'yicha o'sha marketplace'larni qabul qilgan o'lchami, rasm o'lchami. Ya'ni Ozonda o'sha kvadrat edi. Avval u Ozon ham hozir mana shu 1080 ga 1440 modelga o'tyapti. Xo'p, bu yoqdan yuklashni bosamiz. Canva Pro obunasi olingan bo'lishi shart emas. Bu o'sha ketma-ketliklarni bajarish uchun oddiy foydalanuvchi bo'lsangiz ham bunaqa funksiyalar ishlaydi. Xo'p, test degan papkada 4 ta iPhone rasmlarini yuklab olamiz. Xo'p, har bitta rasmni alohida sahifalarga tashlab olamiz.
Xo'p, mana 4 ta rasm bizada paydo bo'ldi. Fon ketkazish, ya'ni background olib tashlaymiz. Oddiy internetda olingan rasm bu. Mahsulot o'sha rasmini yuklayotganda sifatiga e'tibor berasizlar. Mahsulot rasmi sifati qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Ya'ni sifat past bo'lsa, uzum moderatorlari mahsulotni bloklab qo'yishi ham mumkin. Xo'p, ikkita o'sha eng tiniq rasmini olamiz. Hozircha bizga ikkita yetadi. Mahsulot rasmi xo'p, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Har xil rakursdan olingani va infografika qo'yish ham tavsiya qilinadi. Xo'p, ikkita rasm bizda tayyor. Birinchi, ikkinchi sahifa, buni yuklab olamiz. Xo'p, mana nomsiz dizayn bo'lib yuklandi. Zip faylda ustiga 2 marta bossak ochadi va qaytib bizga endi yangi sahifa kerak bo'ladi. ChatGPT Atlas brauzer ishlataman. Bunda alohida kirish shart emas. Hozir yuklagan rasmimizni topamiz va ChatGPT ga yuklaymiz. Ikkala rasmni ham yuklaymiz va to'g'ri prompt yozish kerak. Eng muhim narsa bu. Yana o'sha test faylga kiramiz va men oldindan yozib qo'ygan to'g'ri ChatGPT ga beradigan so'rov bor. Xo'p, buni tashlaymiz. Ushbu tasvirdagi mahsulot uchun ikkita tilda uz.ru mahsulot nomi 90 tadan kam belgi bo'lish kerak. SEO kalit so'zlar. SEO kalit so'zlar 390 tadan kam bo'lish kerak. Mahsulotning to'liq tavsifi vizual chiroyli emojilar bilan to'liq. Xo'p, bu promptni ham yozib qo'yaman. Buni yuboramiz va bizga eng to'g'ri yechim beradi. Xo'p, mana natija. Apple iPhone 7 Pro Max A19 Pro bu chipini yozgan. Pro kamera, titanium korpus. SEO kalit so'zlar. Xo'p, mahsulotning to'liq tavsifi mana o'sha yozganimizdek emojilar bilan vizual chiroyli qilib yozib berdi ikkita tilda. Xo'p, endi biz mahsulot nomi o'zbekchasini ko'chirib uzumga qo'yamiz. I ruscha nomi. Oddiy Google Translate dan ko'ra ChatGPT to'g'ri tarjima qiladi. Keyingisi SEO kalit so'zlar. Xo'p, undan oldin mamlakat belgilaymiz, ya'ni ishlab chiqarilgan mamlakat. Xitoyda ishlab chiqarilgan model keladi odatda O'zbekistonga. Xo'p, brendga Apple. Mana bu yerda yozyapti. Ba'zi brendlarni tanlash uchun tasdiqlovchi hujjat taqdim etish kerak deyapti. Ya'ni iPhone originalligini isbotlash kerak. Hozircha bu joyini mavjud emas deb qo'yamiz. Buni sotuvga hech qanaqa aloqasi yo'q. Model tanlash bu ham shart emas. Xo'p, kafolat. Sizda agar yuqoridagini ham aytib ketaman, brendingiz bo'lsa va uni sertifikati bo'lsa, brend kiritgan yaxshi. Model tanlashda ham mahsulot modeli bo'ladigan bo'lsa, mahsulot modelini ham kiritish kerak. Xo'p, kafolat odatda kafolat so'raydigan narsalarga beriladi. Misol uchun oziq-ovqat mahsuloti bo'lishi mumkin. Bu majburiy emas. Xo'p, ketdi. Tovarning qisqacha tavsifi. Bu joy nima? Eng muhim joylardan biri bu joy. Xo'p, hashtag bilan yoziladigan Instagramda, YouTube'da hashtag bilan o'sha kalit so'zlar yoziladi, ya'ni qidiruvda chiqadigan so'zlar. Bu joyga sotadigan mahsulotlaringiz bo'yicha top qidiruvda ishlatiladigan so'zlarni ikkita tilda yozish kerak. Mana bu yerda 390 ta maksimal belgi. Bizga o'zi tayyor yozib bergan. Mana iPhone 7 Pro Max, Apple iPhone shunaqa yozib qidirish mumkin. Bu joyni ko'pchilik men o'zim ko'p anularda, do'konlarda ishlaganimda, ya'ni o'sha tovarni karta yaratib, do'konni tekshirib berganimda kuzatganman. Bu joyni bo'sh qoldiradi. Hozir mana 233 ta belgili
SEO kalit so'z yozib berdi. Imkon qadar to'liq va to'g'ri yozish kerak. Buni 390 taga yaqinroq qilib yozgan yaxshiroq. Xo'p, ruschasini olib qo'yamiz. Mahsulotning to'liq tavsifi. O'zi oddiy ketma-ketlikda bajarsangiz ham to'g'ri bajarish mumkin. Tovaringiz, uning xususiyatlari va afzalliklari haqida aytib bering. Uzumni o'zi ko'rsatma beryapti. Xo'p, bu bo'yicha o'zbekchasini olib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yoqda mahsulotning to'liq tavsifi. Eslatib o'taman, sifat kafolati, tez yetkazib berish, 100% original Apple mahsuloti. Mana shu so'zlar uzumda stop so'zlar hisoblanadi. Stop so'zlar nima? Ya'ni foydalanish taqiqlanadigan so'zlar. Nima uchun taqiqlanadi? Uzumda original mahsulot sotadigan bo'lsangiz, sertifikatini taqdim qilsangiz, o'zi original значок beradi marketplace o'zi. Sifat kafolati bular qo'yish odatda xo'p mumkin emas. Qani ko'ramiz, moderatorlar ro'yxatdan o'tkazadimi yo'qmi? Ruschasini olib qo'yamiz. Mana super original premium deb yozib chiqdi. To'xtash so'zlari, ya'ni stop so'zlarni olib tashlashni tavsiya qilamiz deyapti. Uzumni o'zi avtomatik ko'rdi bu narsani. Xo'p, rasm qo'shish, o'sha rasm qo'yish 1080 ga 1440. Oxirgi yuklagan faylimizdan ichidagi rasmlardan yuklaymiz, ikkita rasmni. Xo'p, rasm yuklandi. Video yuklanadigan bo'lsa 3 megabaytdan katta emas, 1080 ga 1440. Mana shu joyda mahsulot tasvirini yuklashda 5 megabaytgacha, lekin video yuklashda 3 megabaytgacha. Bu juda bilmadim, noto'g'ri o'lchov tushib qolgan shu joyga. Kamida 10 megabaytdan katta emas deb qo'ysa yaxshi bo'lardi. Chunki 3 megabaytli video 1080 ga 1440 bo'ladigan bo'lsa, bu sifat ancha past bo'ladi. Shuni ko'tarib qo'yish yaxshi bo'lardi. 360 gradusli rasm mavjud bo'lsa, buni ham qo'shib qo'yasiz. Xo'p, xususiyat tanlash. Bu joy ham juda muhim. Xususiyat tanlash bilan tovarning xususiyatlarini ko'pchilik adashtiradi. Xo'p, xususiyat tanlash degani bu mahsulotingizni narxiga ta'sir qiluvchi xususiyatlar kiritiladi. Ya'ni rangi, qaysidir rangi qimmatroq bo'lishi mumkin yoki qaysidir rangini ajratib ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, hozir bizda yuqoridagi iPhone'da 2 xil rang bor. Rang bo'yicha xususiyat tanlaymiz. Xo'p, orange rangi edi. Taxminiy shunga yaqinroq rang bosamiz. Malla va to'q ko'k. Endi o'sha mos ravishda har bittasini o'ziga mos rangiga joylaymiz rasmini. Xo'p, mana ko'k rangi iPhone ko'k modeli, malla rangi orange. Yukladik. Endi yana bitta xususiyat qo'shamiz biza. Yangi xususiyat qo'shish. Xo'p, model deb yozamiz. Model. Ruschasida ham model deb yozamiz. Rus tilida yozsa ham bo'ladi, o'zbek tilida yozsa ham bo'ladi. O'zi bu so'z inglizchadan kirgani uchun bir xil yozdim men. Xo'p, model yozganimizda mana bu yoqda qo'shish chiqyapti. Ya'ni model qo'shish. Plusni bosamiz va bizda necha xil model bor. Ya'ni iPhone 17 Pro Max telefon sotyapmiz, lekin uni ichida modeli bor. Ya'ni xotirasi bo'yicha farqlanadi. Bu yoqqa yozamiz 17 Pro Max. Xo'p, deylik 128 gigabayt. Buni ruschasiga ham qo'yamiz. Mana bir xil xususiyat qabul qilmaydi. 256.
Xo'p, 512 qilamiz. Endi 1 terabayt. Xo'p, mana yozdik modellarni. Saqlash bosamiz. Xo'p, bu joyda ham bitta tavsiya bor. Ya'ni siz iPhone sotmoqchisiz, 2 xil rangi yokida 1 xil rangi, 1 xil model bor, lekin siz mana shu qolgan xarakteristikalarni ham kiritib qo'yganingiz yaxshi. Qachondir boshqa modellarni sotmoqchi bo'lganingizda, xo'p, bemalol sotaverasiz. Alohida yangi tovarni karta yaratish shart bo'lmaydi. Xohlasangiz agar hozir o'sha sizda deylik 1 xil rangi bo'lsa, ikkinchi rangini o'chirib qo'ysa ham bo'ladi sotuvga chiqqandan keyin. Xo'p, ketdi bu yog'i. Tovar xususiyatlari bu yoqda asosiy xususiyatlari yoziladi. Ya'ni qayerda ishlab chiqarilgan. Xo'p, korpus material qanaqa, titan, o'sha xususiyatlari, kamerasi qanaqa, necha piksel, asosiy mahsulotda asosiy xususiyatlari, ya'ni qanaqa zaryadlov, o'sha zaryad qurilma ketadi. O'shalar yozib chiqiladi. Hozir biza yozishimiz shart emas. O'lchov turi, o'lchov setkasi bu nima? Bu odatda kiyim-kechak, oyoq kiyim, ya'ni adejda sohasida savdo qiladigan sotuvchilar uchun kerak bo'ladi. Bu joyda XL, ya'ni L, XL, M razmerlar va mahsulotni deylik oyoq kiyim bo'ladigan bo'lsa 36-40 gacha bo'lgan razmeri bo'lsa, o'shani o'lchov turi qilib, dizayn qilib yokida oddiy qo'lda yozib qo'shsa bo'ladi. Majburiy emas bu joyi ham. Tarkibi, mahsulot nimadan tashkil topgan, ya'ni oziq-ovqatlarda kiritsa bo'ladi. Buni hamma mahsulotda ham kiritsa bo'ladi. Oddiy iPhone'da ham tarkib bor. U deylik kameradan tashkil topgan. Qanaqadir prosessor bor, korpus bor. Kiritsa bo'ladi, lekin majburiy emas. Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma. Bu instruksiya. Ya'ni dori bo'ladigan bo'lsa, badla bor har xil. Oddiy iPhone'dan ham qanaqa foydalaniladi deylik, zaryad 10% dan kam qolganda zaryadkaga qo'yish kerak, ya'ni 100% bo'lgandan keyin olish kerak. Misol uchun zaryadkaga tiqib ishlatmaslik tavsiya qilinadi uzoq muddat xizmat qilish uchun. Qo'shib qo'yaverasizlar, bu yog'i o'zlaringizdan qanaqa mukammal qilib yaratish, lekin asosiy joyi mahsulot nomi, SEO kalit so'zlari, tavsif. Bu joylari mahsulot sotuvda rol o'ynashi mumkin, lekin topga chiqishida, qidiruvda yuqoriroqda, teparoqda chiqishiga ta'sir bo'lmaydi. Sertifikatlar. Bu joyda mahsulotlarda agar original mahsulot bo'ladigan bo'lsa va sizlarda mana Davlat akkreditatsiya markazi dan beradi, deyapti sertifikatni. O'sha sertifikat bo'ladigan bo'lsa, uni qo'yishasizlar. Bu ham majburiy emas. Xo'p, saqlash va davom etishni bosamiz. Hamma joy to'g'ri va sifatli to'ldirilgan bo'lsa, tovarning karta saqlandi deb keyingi ikkinchi bosqichga o'tadi. Xo'p, bizada SKU bu nima? Unikal nom, ya'ni sizni do'koningizni ichidagi mahsulot nomi. Siz mana shu mahsulot, shu SKUni eshitgan paytingizda mana shu tovarligini bilishingiz kerak. Deylik, biza 17 Pro Max yozamiz. Bu joyi bir marta kiritiladi va tuzatish imkoni yo'q. Endi har bir model bo'yicha SKU kiritamiz. 128. Xo'p, 256 512 1 terabayt. 1 qilib qo'yamiz. Xo'p, bu joyda seller SKU kodi, bu yaqinda qo'shilgan funksiya. Bu nima? Ya'ni siz deylik mahsulotingiz iPhone bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa istalgan mahsulot bo'ladigan bo'lsa, zavod o'zini artikuli bo'ladi. Zavod o'zi qo'ygan deylik iPhone'da AIda 17 Pro Max shunaqa qisqartma SKUsi bo'ladi zavodda, o'shani kiritib ketsangiz bo'ladi bu yo'lga. Qo'shimcha sifatida bu nima uchun kerak? Savdo qilganingizdan keyin отчет olgan paytda o'sha buxgalteriya qaysi mahsulot sotildi, buxgalteriya uchun juda katta foydasi bor buni taqqoslash uchun. Xo'p, lekin majburiy emas. Shtrix kod. Mahsulotda original shtrix kod bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan kiritsak bo'ladi. Agar sizdan oldin kimdir zayn qilmagan bo'lsa, bemalol kiritishlari mumkin. Mixik kod.
Bu joyi ham juda muhim. Mahsulotni tasnif.soliq.uz saytidan olinadi bu narsa. Hozir olib ko'rsataman. Agar xato muhikot kiritiladigan bo'lsa, bu joy ham komissiyaga ta'sir qiladi. Xo'p, tasnif.soliq.uz. Xo'p, asosiy sahifada til o'zbekcha. Telefon. Mana smartfonlar va boshqa telefon qurilmalari ehtiyot qismlari ekan bu. Mana shuni olib bo'ladi, eng yaqinroq. Xo'p, bu joyda umumiy qo'ysa ham bo'ladi. Hammasiga ketdi. Endi mahsulot gabariti, kenglik, uzunlik, balandlik va vazn. Bu nima uchun kerak? Bu logistika hisoblash uchun kerak. Ya'ni siz 3 ta o'lcham va vazni kiritganingizda tizim avtomatik ravishda mahsulotingiz uchun qancha logistika to'lov olish kerakligini hisoblaydi. Kenglik deylik 100 mm deymiz. Uzunlik 200, taxminiy yozib qo'yamiz hozircha. Xo'p, balandlik 50. Vazni 500 gram yozib qo'yamiz. Xo'p, endi bu joy ham asosiy joy, mahsulot narxi. Mana bu yoqda sotuvchi kodi chiqib turadi. Mahsulot narxini shunga qarab qo'yamiz. Misol uchun 13 million. Xo'p, ketma-ketlikda 13 million 500 ming. Hozir bozordagi narx qanchaligini bilmayman, taxminiy kiritamiz. Xo'p, bu yoqda mana sizda to'q ko'k 17 Pro Max 128 deyapti. Yuqorida Malla 17 Pro Max 128. Agar rang bo'yicha ham narx farq qiladigan bo'lsa, bu yoqda alohida narx qo'ysa bo'ladi har bittasiga. Bu yog'ini avtomatik to'ldirib tashlayman, umumiy. Xo'p, endi skidka beradigan bo'lsangiz agar, mana bu joyga chegirma summasini yozasiz, ya'ni 1000 so'm yozib ko'ramiz. 1000 so'm yozganingizda mana bu yoqda avtomatik ayirib, bu yoqda sotuv narxini chiqazadi. Hozir tizim ishlamayapti. Saqlash va davom etishni bosamiz. Mahsulot xususiyatlari. Xo'p, xotirasi necha gigabaytlik har bittasiga tanlab chiqish kerak. Biz umumiy 128 deb yozib yuboramiz. Operativ xotira 8 deb qo'yamiz. Har bittasiga bittalab tanlab chiqish kerak. Ekran diagonali bir xil bo'ladi o'zi. Qurilma modeli. iPhone 7 Pro Max tanlaymiz. Xo'p, sim karta. Qanaqa eSIM-mi, fizikiy sim kartami, uni tanlaymiz. eSIM tanladim. Xo'p, slotlar vazifasi. Sim 2 deb qo'ysak. Barmoq izi, xo'p, yuzni aniqlash bor iPhone'da. Ekran tezligi. Endi bunaqa emas o'zi odatda. Taxminiy kiritib chiqayman. Xususiyatlarni to'liq va to'g'ri kiritib chiqish kerak. Mahsulotingiz sotuviga bu juda katta ta'sir qiladi. Chunki mana shu joyda kiritgan tovar xususiyatlaringiz uzumda filtr orqali qidirganda chiqadi. Ya'ni kimdir kiradi, iPhone model yozadi va filtrda 256 gigabaytli iPhone
o'sha joyda mana shu hozir kiritganimizga qarab bu yoqda filtrda chiqadi mahsulot. Yokida AMOLED ekranli smartfon kerak, iPhone chiqib keladi shunda. Xo'p, asosiy kamera aniqligi qo'lda yozib chiqish kerak ekan. Xo'p, old kamera aniqligi. Flashga ketadim deb so'rayapti bu yo'lga. Mavjud. NFC mavjudmi? NFC aslida mavjud, lekin bizada ishlamaydi. eSIM qo'llab-quvvatlaydi. Xo'p, operatsion tizim iOS. To'liq to'ldiramiz va yakunlash tugmasini bosamiz. Bu bunaqa xususiyat chiqarishi mumkin, server yaxshi ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p. Mahsulot yaratildi. Negotovka отправка. Qaytib bosamiz o'sha joyga. Uzumda bunaqa muammolar ko'p uchraydi. Hozir birinchi o'rinda asosiy kiritish manbai yulduzcha bilan belgilangan xarakteristikalarni kiritib chiqamiz. Tezda yakunlash bosamiz. Endi qabul qiladi. Chunki o'sha tizim yaxshi ishlamadi. Mana bu undov nima uchun chiqib turibdi? Bu yoqda to'liq to'ldirmadim. To'liq to'ldirganda undov yo'qoladi. Lekin tovar уже tekshirildi. Mana moderatsiyadan o'tdi tovar. Xo'p, endi uzumda qanaqa ko'rinishda bo'lishini ko'ramiz. Mahsulot ustiga bosganimizda, xo'p, uzumga mana bunaqa link beradi. Xo'p, mana uzum market sahifasiga o'tdi. Apple iPhone 17 Pro Max, shu tovar nomi, sharh yo'q, yangi mahsulotlik uchun 1% skidka deyapti. 2 xil rangi mana. Qaysi rangni bossa o'sha rang chiqadi. Modellariga bosganda narxlar o'zgaradi. Har bir rangi va modelga mos ravishda. Xo'p, bu yoqda iPhone mana xususiyatlari, mahsulot garantiya qanaqa ma'lumot bo'lsa mana shu joyda chiqadi. Test uz do'kon chiqyapti bu yoqda, do'konga o'tsa bo'ladi. Bizada bitta tovar bor hozircha. Ertaga yetkazib beramiz. Bu prosta shablon bo'yicha chiqazyapti hozir. Mahsulot sotuvga chiqqandan keyin aniq faktlar bilan bu yoqda ma'lumotlar chiqadi. To'g'ri va sifatli mahsulot kartasini yaratish mahsulot topga chiqishiga yordam beradi.